Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Yana sizlar bilan birgamiz. Bu murojaatim oldin bir marta chiqdim. Navoiy viloyati Nurota tumanidagi soliq bo'yicha. Bu murojaatim ham shu soliq bo'yicha qayta bo'ladi. Men murojaatimdan keyin ko'p kommentariy oldim. Fikrlaringizni eshitib rahmat sizlarga. To'g'ri fikr bildirgansizlar. Lekin bu unchalik ko'p emasdi. Men bordim, o'sha soliq idorasi bilan gaplashdim, boshqa qildim. Hech qanaqa natija yo'q, to'liq yo'q, nol. Mana endi kecha eshitdik, Xudoga shukr. Yana ancha davlat pulini o'marganlar qo'lga tushibdi. Bu juda ham yaxshi nima. Bundan keyingilar bu ishni qilmas degan umiddamiz. Mana soliq vazirimiz, soliq vazir o'rinbosarimiz 27 milliard budjetni pulini o'margan. O'z manfaatda ishlatgan deb. Bu budjetni puli kimning puli? Bu o'sha soliq vaziri o'sha o'ylamadimi? Bu kimning puli bu? Bu budjetni puli prezidentning puli emas. Bu budjetni puli vazirning puli emas. Bu budjetni puli davlatning puli. Davlat bu xalq bu. Bu nima uchun shuncha sharoit yaratib bergan? Shuncha shuni qo'llab-quvvatlagan xalqiga, prezidentiga oyoq qo'ydi. Nima uchun prezidentimiz yuziga cho'p tashadi? Nima uchun xalqimiz ko'ziga cho'p tashadi? Baribir buzoqni yurgani somonxonagacha deganday qo'lga tushdi. Mana yaxshi bo'ldi. Men bitta narsani so'rayman, mana shu 27 milliard pulni o'zlashtirgan ekanki, xatlovda hurmatli prezidentimiz 3 karrani vaqtincha 2 ga to'xtatinglar degan ekanlar. Yo'q, bular to'xtatmadi. O'sha 3 karra hisoblaganda ham 100 ming qarz chiqsangiz, kami 2 million pul qarz chiqarib yubordi. Mana meni o'zimni qishloqdagi hovlim, onam doplarda 34 metr kvadrat joyga hisoblasak, oshib borsa 300 ming so'm bo'ladi qarzdorligi. U ham bizning aybimiz emas. Bu o'zboshimchalik bilan egallab olgan nimaga tamoyilga kirmaydi men hovlim. Chunki men hovlimni turgan joyini, o'sha kvadrat metrini, shu sotig'ini yonidan qo'shganim yo'q. Bu tomoniga ham, bu 4 tomoniga qo'shganim yo'q. O'sha yer berilgan vaqtda noto'g'ri santimetr qilib kiritilgan narsa bu. Men Nurota tuman soliq idorasi boshlig'i bilan kecha gaplashdim. Audio yozuvlari bor. Savolimga ko'p javob bera olmadi, rahbar bo'lsa ham oliy ma'lumotli. Menga o'qimaganman. Na ko'chani bu tomoniga, na ko'chani bu tomoniga 10 santimetr chiqmaganman deb oldi, olib chiqmaganman. O'sha bergan paytda shunday chiziq tortilgan, o'shada uy qurgan, uyni buzganim yo'q. Bu tomon devor. Devorni yangiladim, lekin chiqarganim yo'q. Qanday bu o'zboshimchalik bilan egallangan bo'ladi? Men shuni aqlimga sig'dira olmayapman. O'sha mana shu rahbarlarga o'xshab oldingi ongsiz kalasi yaxshi ishlamaydigan rahbar, o'sha xodim o'lchab olgan rahbar qo'lga berib olgan. O'shanda 34 metr kvadrat kam hisoblangan. Endi o'shanga shu hurmatli prezidentimiz aytgan 3 yillik 3 karra dedilar. Bosh ustiga. Amri poshsho vojib, bosh ustiga to'laymiz. Nimaga bular 3 sotiqnikiga gektardan narxni qo'yib o'tiribdi? Borsangiz bor unga, bor bunga, faqat bor bilan kuningiz o'tadi. Men tushuntirdim, og'ayni, men Uchqurdan kelyapman. Vaqtim kam, ishli odamman. Aka deydi, o'sha soliq idorasida ishlovchi, men shu onamni otlarni bo'lgan hovlimni inspektori Qahramon degan yigit. Akasi katta yordamim. Xo'sh,
kadastrda borib bitta odam topingda gaplashib eski nimani quydirib keling. Menga aytdim, og'ayni hamma tashkilot qo'l qo'ygan, bitta sen qo'l qo'ysang, men kadastr qilaman deyapman-da. Shunday desam, menga aytadi, borib kadastrdan bitta odam topingda gaplashib, bu gaplashib degani pul, pora, korrupsiya. Gaplashib, oldingi raqamni qo'ysa, solig'ingiz 0 bo'ladi, biz qo'l qo'yib beramiz dedi. Yaxshi. Tasavvur qilaylik. Men bordim, o'sha ishxonadan bittani topdim, gaplashdim. Qo'liga 1 million 2 million pul berdim, 500 ming 1 million 2 million emas, 500 ming 1 million berdim unga. U ko'ndi deylik. Kelib bu yerda o'chgandan keyin qarz yo'q deb, men qog'ozni olgandan keyin borib kadastrga borsam, qayta o'lchaydimi? Qayta o'lchagandan keyin shu narsani chiqib yana to'la deydimi? Aman nima uchun 2 marta pul to'layman bunga? Hozir noqonuniyga to'lamayapman, erta kadastr bo'lgandan keyin bu qonuniy bilan to'lashga majbur bo'laman. Unga bergan pulim kuyib ketadi. Buni bu oliy ma'lumotli ishlatgan xodim o'ylamayaptimi? Meni korrupsiyaga boshlashdi. Yana ikkinchi tomoni, men boraman, birortasi topaman, gaplashaman. Aka deydi, shunday deydi, "Хорошо. Shunday pulni berayotgan bo'lsa, shunday oladi, men tiqib oladi, pora berganim, olganim jinoyatchi. Men qamalib ketishim kerakmi bu uchun? Yoki bu soliq qo'mitasida ishlovchi korrupsiyaga yo'l ochmoqchimi? Odamlarni korrupsiyaga yetalamoqchimi? Men shuni tushunmadim. Men bordim, kadastrga bordim dedi. Kadastrga bordim, rahbari bor ekan, yosh yigit ekan. Bu chiroyli yosh yigit ekan, juda ham muomalasi yaxshi ekan. Gaplashdim. Aka dedi, bizning aybimiz yo'q dedi. Biz o'lchab berganmiz. Mana shuncha bo'lish kerak dedi. Yaxshi dedim. U senga jo'natyapti, sen aybing ekan. Yo'q dedim, aytdim, mana jo'ra telefon dedim. Telefonda gaplashtirdim. Kadastr boshlig'i o'sha soliq idorasida ishlovchi inspektorga aytdi. Nimaga bizaga yuborib xalqni ovora qilasan dedi. O'zingda aybing dedi, to'g'rilab qo'y dedi. Xalqni qiynamadi. To'g'ri hisoblab to'lab ketsin dedi. Nima qilasan bularga ovora qilib dedi. Gapira olmadi. Hech narsa deya olmadi. Chunki suhbat telefonda yozilarmi, o'sha suhbatni ham topib beraman kerak bo'lsa. Muammo emas bu. Bir yuqoridan tekshiruvchi kelsin, men isbotlab beraman hamma narsani. Bular tushunmadim, men nima qilyapti. Nimaga xalqni qiynayapti? O'tgan safar aytganimday, borsangiz, prezident chiqargan qaror bor. Prezidentga bor dedi. Hurmatli prezidentimiz shuncha yaxshilik qilyapti, shuncha yengillik yaratyapti. Yana nima uchun prezidenti bilan yomonlaydi? O'zlari korrupsiyaga yetalayapti-ku. O'zlari korrupsiyaga yetalayapti-ku. Men agar bitta narsa kallam ishlamabdi o'sha kuni, ukajon, qo'y, men u yerga borib ovora bo'lmay, tanishing bo'lsa ayt, choy pulisini beraman, shunday qilib bersin deganimda, o'zini bir odamini topib berardi o'rtada, vositachi bo'lib, keyin korrupsiya avjiga olardi. Maqsad bularni ham bu tomondan pul ishlashmi? Xalqning pulini shilishimi? Hurmatli prezidentimiz Buxoro qayerda prokurorni aytdilar, indama, aytgan nima qil, olaman deb. Korrupsiya bilan oldilar. O'shanda aytdilar, nechi ming o'rtadagi odamga ham noinsof qo'ymabdi, haqini bermabdi deb. Asan noinsof to'g'ri hisoblab ber, hech kim ijtimoiy tarmoqqa ham chiqmaydi, o'nlarga ham murojaat qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Indamasdan to'lab ketadi. Hamma narsasini qiladi. Kadastr kecha soliq qo'mitasi boshlig'i ham aytayapti. Savol berdim. Kadastr qilsam qarshi chiqmasdi aka dedi. Bekor aytibsan dedim. Ana yongina qo'shdim, qaynotam, rahmatli qaynotam uyiga kadastr bo'yicha ham chiqqan-ku dedim. Ko'pchilik kadastr bo'yicha chiqqan-ku dedim. Gapira olmaydi. Kadastr qilingan bo'lsa bunday deydi, qilinmagan bo'lsa kadastr qilgan bo'lsa chiqmaydi deydi. Kadastr qilish ixtiyoriy-ku, majburiy emas-ku. Nimaga bular xalqni qiynayapti?
Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sizlardan yana iltimos. Videoga fikr bildiringizlar murojaatimga. Tarqatingizlar qo'l imkon qadar. Qancha ko'p tarqalsa, o'ylaymanki prezidentimizga yetib boradi. Bu narsani prezidentimiz eshitsalar, aniq ular javobgar bo'ladi. 100% javobgar bo'ladi. Chunki birinchidan korrupsiyaga yetilayapti. Ikkinchidan noto'g'ri hisoblab o'tiribdi. Xalqning pulini shilish. Bilmadim, mana 27 milliard pulni o'zlashtirgan rahbarim topshiriq berganmi bularga? Boshqasi topshirib berganmi? Baza deydi, kompyuter mana baza deydi, kompyuter ko'rsat. Bu bazani inson yaratgan-ku, kompyuter inson boshqaradi-ku. Buni ko'pchilik tushunmaydi. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, yana bir bor iltimos. Kommentda fikrlaringizni ayamaysizlar, tarqatingizlar. Obuna bo'lingizlar, tarqatingizlar. Xalqimiz zora egalariga yetib borgandan keyin bu noqonuniy, noto'g'ri hisoblangan qarzlardan qutulsa, hammamiz bir savobga qolardik. Shu sizlardan iltimosim, shuni ko'proq tarqatingizlar. Like, podpiska deganday chiroyli qilib kommentda fikrlaringizni yozib turib, tarqatib yuboringizlar. Bir xalqimizga yengillik bo'lsin, boshqa bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana ko'rishguncha sog' bo'lingizlar deb qolaman.